Men Baymurodov Ne'matilla G'allaorol tuman huquqiy maslahat byurosining bosh mutaxassisiman. Hozirgi paytda aholi o'rtasida o'ymay yurish, yoshlar ishlari bilan shug'ullanish, muammolari bor oilalarga kirib chiqish, shu maqsadda bizlarning Adliya boshqarmasi bo'limi bilan hamda yuristlar markazi bilan, davlat xizmatlari markazlari bilan, xodimlar bilan birgalikda mahallalarga chiqib, oilalarga ko'chama-ko'cha yurib, uylarga kirib, mahallalarga, aholiga huquqiy yordam ko'rsatyapmiz. Bundan tashqari mana shu vazifa farmon bilan, tashlanish farmon bilan hozirgi paytda Madad huquqiy maslahat byuro xodimlariga, aholiga hujjatlarni rasmiylashtirishda, qayerga, qaysi masalalar bo'yicha, qaysi tashkilotga ariza bilan murojaat qilish kerak, kerak bo'lsa o'sha arizalarni o'zlarimiz yozib, nomlarini yozib beryapmiz. Sudlarga da'vo arizalari, ular nomidan da'vo arizalari beryapmiz. O'sha da'vo arizalari sudda ko'rilib, ko'pchiliklari qanoatlantirilib, mana shu aholiga huquqiy yordam ko'rsatib kelmoqdamiz. Men Adliya bo'limidagi Madad huquqiy maslahatchisiga Boymurod Ne'mat akaga keldim. Yer masalasi bo'yicha, fermerlik yerim bo'yicha arizalarimni ko'rib chiqdilar. Yordamlarini ayamadilar. Men bu kishiga, Boymurod Ne'mat akaga, bu kishiga kattakon rahmatlarimni aytaman. Assalomu alaykum. Men Ibragimova Nasiba. Tilla chaqinchoqlarni sotib, o'sha pullarini undirib ola olmadim. Pulini ola olmaganim sababli Adliya bo'limida joylashgan Madad huquqiy maslahat byurosiga keldim. Bu yerda Boymurod Ne'matilla aka degan odam bor ekan. U kishi menga huquqiy maslahatlar berib, sudga da'vo arizalarini yozib berdi. O'sha ariza bilan qarzlarimni undirib oldim. Madad byurosiga katta rahmat aytaman.